8-mart bayrami xotinidan qo'rqadigan erkaklar bayrami. Ha, shoir Sharmandin. Bu odamlarni azoblayapsiz. Meni ham 8-martga sovg'a olgim kelyapti. Kimdir sovg'a beramikan? Mana men sizga sovg'a beraverman. Sizga sovg'ani birini beraverman. Meni sizga bitta sovg'a, mana bu yana bitta sovg'a. Bitta nusi bor faqat. Hop. Buni faqat pulini to'lab qo'yasiz. Qayerda u? Men sizni o'sha yerlarga boraymi? Olib boring. Boringiz kelyaptimi? Kelyapti. Videografga ham boraylikmi? Olib boramiz. Shoir Sharmandini hozir bir joylarga boramiz. Qani, shiptu. Bu joylarga kelmabsiz, gullarni ko'rmabsiz. Gullar ko'rguncha shikolatda yemabsiz. Qisqasini aytaman, gul bazmini boshlayman. To'g'riroq ma'lumotini undan tashqari jinnilikni Xurkara o'zi boshlab beradi. Qani, shiptu. Endi siz toshloq sovg'alariga kelib bemalol xohlagan narsangizni xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Masalan, sun'iy gul, tabiiy gul, undan tashqari mayda turgan igrushkalar. Menga kimdir igrushka olib berish niyati yo'qmi? Bilaman, siz kelinimni aniq qo'qasiz. 8-martga nima olib beradi deb rosa o'ylanyapsiz. Mana sizga topib berdim. Shuni olib bersangiz, bor, bir umr sizni peshonangizga o'pib duo qilib beradilar. Bunaqasi bo'lmagan. Hozir biz Toshloqda turibmiz. Toshloqda undan tashqari 8-mart yaqin ukalarimiz maktabda qizlarga bir nima berish kerak. Eng arzon joyni topib berdim. 1000 so'mlik guldan bersa ham bo'ladi. Bu joyda 1000 so'mdan tortib 250 minggacha gullar bor deyapti. Gullar vahshiy ko'p deyapti. Undan tashqari bu yerda ko'rib turibsizlar, ashincha assortimentda shikolat deysizmi? Hamma yo'g'i bor. Hozir bu joyda manzilni sizlarga bitta ko'rsataman. Qani, ketdik. Manzilga keladigan bo'lsak, Farg'ona viloyati Toshloq tumani vokzalining yonida, eski xiyobonda pastida. To'g'ri gapiryapti. O'sha Toshloq sovg'alari o'sha podval ichida bo'ladi. Undan tashqari ko'rib turgan o'sha 8 mingdan o'sha 250 minggacha gullar bemalol topsa ham bo'ladi. Donali gullar ham bor. Mana shu videoda xuddi shunaqa gul oqtargan do'stlar yashab qo'yinglar. Sog' bo'ylar, bizdan uzoqlashmanglar.